Siz mundaq bir masalani tafakkur qilib baqqanmi bilmadim. Nima uchun yer shari olam bo'shlig'ida laylab tura oladi? Nىمىشقا uni g'oya zo'r massa sabablik olamning cho'nqir yeriga tushib ketmaydi. Zodi qandaq bir sirliq kuch uni kontrol qilib turadi. Yer sharining tuvan tarafi zodi nima? Buni yana 17-asrdan so'zlashga to'g'ri keladi. 1666-yilning ma'lum bir kuni bir tal olma bir odamning peshiga tushdi va orqadilla uni ilhomlantirdi. Necha yildan keyin u olamlik tortish kuch qonunini o'tirib qo'ydi. U dal fizik dunyosining piri Newton. Olamlik tortish kuch qonuni mundaq deydi. Olamlik barliq narsalar hammasi o'zaro jalb qilindi. Faqat massaga bo'lsa, tortish kuchi bo'ladi. Massa qancha cho'ng bo'lsa, tortish kuchi ham shuncha cho'ng bo'ladi. Quyoshning massasi yer sharidan ko'p cho'ng. Uning kuchli tortish kuchi har vaqt yer sharini o'ziga tortishga urindi. Shu sababdan biz quyosh tortish kuchining yo'linishi yer sharining tuvan tarafiga desak bo'ladi. Biz odatda mayli mashina haydaylik yoki aeroplanga o'ltiraylik, bu qatnash vositalarining harakat qilayotganligini ro'ychan his qila olamiz. O'xshashli harakat yer shari olamni uchib yursa, nىمىشقا biz buni ozroq his qila olmaymiz? Amaliyotda bu biz bayaq so'zlagan olamlik tortish kuchi qonuni bilan munosabatlik. Bilishimiz kerakki, yer sharining eg'irligi 600 milliard trillion tonna. Shunga yer sharidagi hamma narsa uning tortish kuchi tarafidan mahkam tutib turiladi. Yer sharidagi har qanday joyda, mayli janubiy qutb yoki shimoliy qutb, mayli tuzlanlik yoki egiz tog' bo'lsin, tortish kuchining hammasi yer markaziga qarata bo'ladi. Mana bu bizning yer sharida yo'nalishni his qila olishimizning sababi. Olam uchquchisi yer sharidan ayrilib, olam bo'shligiga kirgan vaqtda tortish kuchi bo'lmaganlikdan, ularga nisbatan aytganda bu butunlay eg'irlik yo'qotgan holat. Bu ularning bo'shliqda laylab qilishini keltirib chiqardi. Ularda hech qanday yo'nalish sezim bo'lmaydi. Bu vaqtda ba'zilar qiziqib so'raydi. Darvaqa yer sharini ustiga olgan 8 cho'ng planet hammasi quyoshni cho'rdab aylandi. Undaqda quyosh harakat qilmay muqim turamdi. Amaliyotda quyoshmi samanyolni cho'rdab aylanib harakat qiladi. Quyosh sistemasi ustidagi samanyol sistemasimi o'xshashlar sunbula yulduz turkumidagi odatdan tashqari yulduz sistemasi to'pini aylanib harakat qiladi. Balkim kelgusidagi ma'lum bir kuni insonlar olamning boshqa texnik cho'ng olamda cho'rdab aylandiqligini bayqishi mumkin. Mana shunday bir qatlamdan barliq narsa hammasi mahkam kontrol qilindi. Faraz qilib boqaylik. Bizning hayotimiz qandoqsiz bunday bo'lmasligi mumkin? Tug'ilgandan tortib maktabda o'qish, xizmat, yana pensiyaga chiqish, nurg'un ishlarda biz tanlashga amalsiz. Har xil shaklsiz besimlar tortish kuchi kabi bizni kontrol qilib turdi. Bizni oldimizga menishga majburlaydi. Lekin balkim dal mushu xil shaklsiz besimlar ma'lum darajada bizning zimmamizdagi mas'uliyatga aylandi. Mana bu qishni uzib bahorni kutib olgan kunlarda men yuqumli kasal oldida hammamizning qaysar bo'lishini va uning ustidan g'olib kelishimizni umid qilaman. Bu yilda sizning o'tgan ishlarini qo'yib, qayta qo'zg'alishingizga tilakdoshman. 2020-yil biz birlikda g'ayrat qilaylik.